Buni guli hidi juda ham o'tkir. Nektar bu yerda ko'p. Shuni hisobiga bularga ko'proq gulxo'r hasharotlar hujum qiladi. Endi gulxo'r hasharotlarni zararlisi, foydalisi bor. Foydalisi asalari bo'lsa, zararlisi shira. Shira keladi bunga-da. Bu gulni batamom jonini sug'urib, hammasini to'kilishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun bularni gullash davrida o'sha shiraga qarshi malakali mutaxassislar bergan dorilar bilan ishlov berish kerak. Hamma o'zi bilganicha kuchli zaharli moddalarni ishlatadigan bo'lsa, gulga ta'sir qilib, gulni to'kib tashlaydi. Gul to'kildi degani meva bo'lmaydi degani. O'shanga e'tibor qilish kerak. Asosan malakali mutaxassislar gullash davrida qaysi dori bilan ishlov berish kerak desa, o'sha dorini qo'llash kerak. Siz tavsiyangiz boshqa dorilarni qo'llab bo'lmaydi. Endi bizada limonda hozirgi kunga qadar shiraga qarshi B58 preparati bo'lgan. Asosan shu preparat qo'llanib kelingan. Endi B58 preparatimiz keyingi paytlarda qo'llash birmuncha bularda immunitet paydo bo'lib qoldi-da, hali hasharotlarda. Uni mensimay qoldi B58 ni. O'shani hisobiga endi kompleks qilib dori sepishimizga to'g'ri keladi. Hozirda misol uchun bularga qarshi mana shiraga qarshi Akara Gold degan preparatimiz bor. Akara Gold. Akara Gold kam dozada 5 gram 10 litrga. Akara Gold. Uni agarda silver bilan qo'shib sepilsa, natijasi yaxshi bo'ladi. Shiran darrov oladi. Faqat bitta narsa e'tibor qilish kerak. Uni Akara Gold preparatini o'zi qo'llash 10 litrga 10 gram bo'lsa, gullash davrida gullarga qo'llayotganda shuni iloji boricha kamroq dozada qo'llash kerak. 5 gram. Chunki shira kontakt bo'lishi bilan dorini shira bilan kontaktga kelgan paytda shira darrov o'ladi. U juda qo'rqadi. Endi B58 qo'llanishini yaxshi tarafi B58 hidi bilan ham o'ldiradi-da. O'shaning uchun ko'proq hozirgi paytga qadar B58 yaxshi natija berib kelgan. U tegib ham o'ldiradi, hidi bilan ham o'ldiradi.